Evet, merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım iyi bir gün başlamışsınızdır. Güzel ve verimli bir gün diliyorum arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Herkes beni duyabiliyor mu? Eğer sesim Geliyor, geliyorsa, hocam evet geliyor, sesiniz geliyor diyebilir misiniz? Lütfen. geliyor. Hayırlı sabahlar. Sesimiz geliyor hocam. İyi sabahlar. Teşekkür ederim. Geliyor. Mehrinisa Abdullayeva, hoş geldiniz. Firuzahan, hoş geldiniz. Husan Fayziyev, ama burada hanımefendi var, değil mi? Merhabalar, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Meşhura Yusupova, merhabalar. Günaydın. Mikrofonunuz kapalı, sesinizi biz duyamıyoruz. Mikrofonunuzu açın lütfen. Mikrofonunuz kapalı olduğu için sesiniz bize gelmiyor. Anladınız mı? Evet arkadaşlar, kameraları açalım, tamam mı? Tanışalım, biraz sohbet Tamam. edelim. Sonradan Var. dersi başlıyor. Tek başıma mısırım. Hop, Samsung SMA566E. Lütfen mikrofonunuzu kapatın, kameranızı açın hocam. Madine Hanım, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın hocam. Temir Han İbrahimov. Beyefendi, selamlar. Nasılsınız? Ee, Samsung Hanım, siz sokakta koşuyor musunuz acaba? Spor mu yapıyorsunuz? Ya. Mikrofonunuz kapalı. Mikrofonunuzu açın. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Evet, çalışıyorum. Şimdi sabah e, Hı hı. arkadaşım ile Ne yapıyorsunuz? Spor mu yapıyorsunuz? Yürüyüş mü spor, yapıyorsunuz? yürür. Maşallah. Evet, yürür. Maşallah. Aferin size. Size bir tane şöyle yapalım hocam. Bir Hı dakika. hı. Bir dakika. Şu yani sizin için. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, Lütfen arkadaşlar bir sonraki derste kendi adınızı, soyadınızı yazın, tamam mı? Hı hı. Samsung falan Evet, yok. Yok, kabul evet, evet. etmiyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste siz Zoom'a Hı hı. giremezsiniz. Sizi kabul Hı etmiyorum. hı. Lütfen adınızı, soyadınızı yazın. Anladım. Sizden ricam bu hocalarım. Hop, hurmatli Hı hı. do'stlar, mana Samsung yoki mana Infinix bo'lib yozib kiryapsiz yoki kimdir iPhone deb yozib kiradi. Sizlardan iltimosim, bugun birinchi marta Zoom'ga kirayotgan bo'lishinglar mumkin. Bugun tushunmagan bo'lishinglar mumkin. Mayli, bugun muammo yo'q. Lekin keyingi dars, Muammo yo'q. hop, Lekin keyingi dars. Bonu xonimda muammo bor, mikrofonida yopdim o'shaning uchun. Sizlardan iltimosim, keyingi darsdan o'zinglarning ism familiyalarini yozib kiringlar. Xo'p, demak, o'zbekcha gapirishni boshladik. O'zbekchada 2-3 og'iz dars haqida tushuntirish, ma'lumotlar berib o'taman. Chunki bu yerda asosan noldan turk tilini o'rganishni istaganlar kelib turibdi. Avvalo hammaga kattakon rahmat, qadaminglarga hasanot. Erta soatlar bo'lishiga qaramasdan vaqtli turib, uyg'onib, yaxshi niyatlar bilan darsga kiribsizlar. Alloh xayr va baraka bersin, ilminglarni ziyoda qilsin. Xo'p, bugungi darsimiz A1dan noldan boshlovchilar uchun. Agar A2, B1, B2 darajasida bo'ladigan bo'lsanglar, sizlardan iltimos qilaman, noldan o'rganayotganlarni hurmatini joyiga qo'yinglar. O'zinglar bilgan mavzu bo'lsa, e, odatda yuqori saviyadagilar meni tezlashtirishga harakat qiladi. Tezroq oldinga deydi. Unaqa harakatlar qilmanglar, men tezlashmayman. Men sekin-sekin dars o'tish uchun bu darslarni boshladim. Xo'pmi? O'shaning uchun noldan o'rganayotganlarga moslab o'tamiz darslarni. Yuqori saviyadagilar agar zeriksanglar darsda ishtirok etmasliginglar mumkin. Takrorlash uchun kelgan bo'lsanglar, majbursizlar noldan o'rganayotganlarga ergashib o'rganishga. Xo'p, darslarimiz
dushanbadan shanbaga qadar har kuni ertalab 5:30da boshlanadi, 6:10da yakunlanadi. 40 daqiqa bor yo'g'i. Bu vaqtim yo'q deganlar uchun. Tushunarlimi? Ya'ni domla men turk tilini o'rganmoqchiman, lekin meni vaqtim yo'q deganlar uchun majbur bo'ldim. 40 daqiqa bu hech kimni unaqa ko'p vaqtini olib qo'yadigan soat emas, to'g'rimi? Har kuni ertalab 40 daqiqadan dars qilgan odam bir oy mobaynida shu dars qilishga ko'nikib qoladi. Ana undan keyin o'zi mustaqil ham 40 daqiqadan har kuni ertalab dars qilsa, man kafolat beramanki, 4 oyga qolmasdan sertifikatini oladi. Hatto mustaqil tayyorlanib. Shuning uchun bu 40 daqiqani o'zi qisqa vaqt, biz bo'lar bo'lmas yoki oldi qochdi gaplarga sarflab o'tkazib qo'ymaylik, dars o'tib ishlatamiz. Tushunarlimi? Hammamiz uchun ertalabki 40 daqiqa foydali bo'lsin, kayfiyatimizni a'lo darajaga chiqarsin, ham til o'rganaylik. Ertalab tongni qanday boshlasak, kunimiz o'shanday o'tadi, to'g'rimi? Xo'p, sizlar bilan darslar mobaynida sekin-sekin tanishib boramiz. Hozir bu yerda ko'pchiliginglarni yaxshi tanimayman. Meni ham yaxshi tanimasligingiz mumkin. Darslar mobaynida bir-birimizni yaxshi tanib olib, bir oy mobaynida o'ylaymanki, bir oila a'zosiga o'xshab ketamiz. Xo'p, darsga yangi qo'shilayotganlar bor. Darsni video shaklda yozib olib tashlab beraman. Faqat sizlardan bitta iltimosim, sizlardan so'z berishinglarni xohlayman. Men bugun darsni yozib olib tashlab bersam, ertaga ertachi uyg'onishga erinib, baribir videosi tashlab beriladi. Shu videosidan ko'rib olaman deb darsga kelmay qo'yishlik yo'q. Tushunarlimi? Ya'ni men videosidan ko'rib olaman, darsga kirishim shart emas. Ertalab mazza qilib uxlay va 10da 11da ko'rib olaman deb darsga kelmay qo'yishlik yo'q. So'z berasizlarmi shu masalaga? Hop, so'z beramiz. Misol uchun ertaga Husan Fayziyev yozilgan xonim afandi darsga kirmasa, men ertangi dars videosini tashlamayman. Yoki Mashhura xonim darsga kirmay qo'ysa, keyingi darsni videosini tashlamayman. Nima uchun? Chunki Hop. video tashlanadi deb o'quvchi darsga kelmayapti. O'quvchi darsga kelmasa, men bu kursni nima uchun ochdim? Men bu darslarni kimga o'rgataman? To'g'rimi? Shuning uchun darsga kirish birinchi planda, video bu bizni ikkinchi darajali mashg'ulotimiz. Kelishdik-a do'stlar? Xo'p, Hop. demak, darslarimiz 7 iqlim turkcha kitobi asosida bo'lib o'tadi. Darslarda lutfan dars stolingizda oldingizga kitobingiz, daftaringiz, qalamingiz, ruchkangiz bilan kiring. Xo'pmi? Boyangi xonim afandi mayli sport bilan shug'ullanayotgan ekanlar. Men o'ylaymanki, hozir tez fursatlarda uylariga borib o'tirib oladilar kitob daftarlarni, lekin har kuni kitob daftar bilan dars stolingizda bo'lib, kameralarni ochib, Zoomga o'zingizni ism familiyangizni yozib kiring. Hop bo'ladi. Demak, kitob keldimi? Ko'rindimi sizlarga? Ko'rindi. 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 Xo'p, demak, mana shu kitobdan o'tamiz. Bu kitob Yunus Emre Universiteti instituti tarafidan ishlab chiqarilgan bo'lib, umumiy turk tilini o'rgatishga xizmat qiladi. Ya'ni sizga umumiy turk tilini o'rgatadi. Siz to'g'ridan to'g'ri imtihonga tayyorlanmaysiz. Avvalo turk tilini o'rganasiz. Undan keyin oxirida deylik A1, A2, B1, B2 darajalarini o'qib tugatgandan keyin oxirida bir oy yoki 20 kun imtihon formatida dars qilib, imtihonni o'ziga tayyorlanib, imtihonga kirsanglar bo'ladi. Hozir ko'pchilik o'ylaydiki, biz sifrga yoki TC imtihoniga tayyorlanamiz, biz noldan birinchi darsdan boshlab imtihonga tayyorlanishimiz kerak deb o'ylashadi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Turk tilida o'zi umuman barcha tillarda ingliz tiliga borganlar ham yaxshi biladi. Birinchi umumiy ingliz tili o'rgatiladi. Ingliz tilining darajalari beginner, elementary va hokazo darajalari o'rgatiladi. Undan keyin oxirgi deylik 3 oy, 4 oyda IELTS'ni o'ziga alohida tayyorlanishadi. To'g'rimi? Turk tilida ham xuddi shunaqa narsa. Ya'ni siz umumiy turk tilini o'rganib olasiz.
turk tilini o'rganganingizdan keyin imtihon formatida yana deylik bir oy yoki 20 kun yaxshi dars qilib, keyin o'sha imtihonga kirasizlar. O'zi aslida tayyorlanishning qonuni qoidasi shunaqa. Hozirgi kitobimiz sizga umumiy turk tilini o'rgatadi. Ya'ni umumiy turk tili. Turklar qanaqa gaplashadi, ularning shu e, grammatikasidan tortib turk madaniyatiga oid bo'lgan ko'plab ma'lumotlar. Xullas, bu kitob mukammal kitob. Bu kitob 2015-yilda nashr qilingan. 2021-yilda oxirgi nashri chiqdi, lekin uni elektron formatlari tarqalmadi, ya'ni PDF shaklida tarqalmadi. Shuning uchun hali ham 15-yilda chiqqan nashridan biz foydalanyapmiz. E, Bu kitob Yunus Emre, ya'ni o'sha Turkiyadagi ilmiy tadqiqot universitetining 40 ga yaqin professori tomonidan ishlab chiqilgan mukammal kitob. Ammo bugungi kunda to'g'ri ba'zi bir kamchiliklari mavjud. Misol uchun bugungi kunda deylik, imtihonlarda ko'p tushadigan ba'zi bir savollar bu kitobda mavjud emas. Ya'ni yapay zeka, sun'iy intellekt haqidagi savollar. Bunga misol qilib aytadigan bo'lsak, sun'iy intellektni o'zi chiqqaniga qancha bo'ldi? 4-5 yil bo'ldi. Bo'lgan bo'lsa, bu kitobda u haqida deyarli ma'lumotlar yo'q. Yoki shunga o'xshagan koronavirus haqidagi savollar, shunga o'xshagan narsalarni bu kitobdan topa olmasligingiz mumkin, ammo umumiy turk tilini o'rganib olsanglar bo'ladi. Umumiy turk tilini yaxshi o'rganasizlar, oxirida bir oy e, imtihonni o'ziga alohida tayyorlanishingiz mumkin. Darslarimiz faqat A1 saviyani o'rgatadi. Bir oy mobaynida har kuni ertalab 40 daqiqadan faqat A1 saviyani o'rganamiz. Undan keyin A2 ga ko'ramiz. Balki sizlar bilan yaxshi kelishib qolsak, balki A2 da ham davom etarmiz. Balki A1 da to'xtatarmiz. Vaqtga, vaziyatga, sharoitga qarab ish tutiladi u yog'iga. Xo'p, 20-avgustdan 20-iyuldan 20-avgustgacha, ya'ni dars muddati. Faqat yakshanba kunlari dam olamiz. Qolgan har kuni ertalab 40 daqiqadan birgamiz. Xo'p, bugun umumiy tanishtirish, ya'ni kirish qismi, umumiy tanishtirish bo'ladi. Dars haqida, kurs haqida, kitob haqida. Buyurlar muhim emas. Demak, kitobimiz ko'rib turibsizlar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta qismdan iborat. Ya'ni 8 ta mavzuni qamrab oladi. Har bir mavzu 3 ga bo'lingan. Ko'rib turibsizlar, mana A, B, C qismlarga bo'lingan. Bu degani har bir mavzuning o'zi 3 ta mavzu, kichik mavzularni ichiga oladi. Umumiy 24 ta mavzudan iborat. Ya'ni bu kitobning ichida siz ko'rib turibsizlar, dil belgisi degani, grammatika degani, to'g'ridan to'g'ri agar tarjima qiladigan bo'lsak, til qoidalari degan ma'noni anglatadi. Tushunarlimi? Agar kitobingiz oldingizga bo'lsa, bemalol qalamdami yozib ketishingiz mumkin tarjimasini. Grammatika yoki til qoidalari. Xo'p, til qoidalarini o'rgatar ekan bu kitob. Keyin dinlama. Dinlama degani listening, ya'ni eshitish degani, eshitmoq deb tarjima qilsanglar bo'ladi. Eshitish qobiliyatini rivojlantiradi bu kitob. Keyingisi o'qima, ya'ni o'qish qobiliyatingizni rivojlantiradi. O'qima. Undan keyingisi konuşma, gapirmoq, ya'ni gapirish qobiliyatingizni rivojlantiradi. Keyingisi yozma, yozmoq, yozish qobiliyatingizni rivojlantiradi. Nimalarni rivojlantirar ekan? Grammatika, grammatikaga oid bilimlaringizni. Xo'p, eshitish, dinlama, eshitish qobiliyatingizni rivojlantirar ekan. O'qima, o'qish qobiliyatingizni. Konuşma, gapirish qobiliyatingizni. Yozma, yozish qobiliyatingizni. Hammasini bir varakayaga olib ketadigan kitob ekan. Xo'p, davom etamiz. Demak, bugun birinchi mavzuni boshlaymiz. Birinchi mavzu ko'rib turibsizlar, tanishma, ya'ni tanishmoq. Bugun tanishamiz, do'stlar. Bugun tanishamiz. Nima bilan tanishamiz? Bir-birimiz bilan tanishamiz. Kitob bilan tanishamiz. Umumiy turk tili bilan tanishamiz. Hozir men sizlarga
ancha muncha o'sha turk tilini o'rganish, umumiy turk tili, undan keyin imtihonga yana alohida tayyorlov haqida ozgina ma'lumot berdim, ozgina tanishdingiz. Shularni hammasi bugungi mavzuning ichida. Tushunarlimi? Alifbo bilan tanishamiz bugun. Mana shunaqa tanishish darsi. Xo'p, shu yergacha savollar bormi? Shu yergacha. Yo'q. Kimda savol bor? Savol bo'lsa tortinmasdan Tushunarlimi? beramiz. Uyga vazifa ham berasizmi? Ha, uyga vazifa oxirida. Uyga vazifani kanalga alohida yozib yuboraman. Xo'pmi? Darsning ichida mana bu uyga vazifa, mana bu uyga vazifa deyish yo'q. Darsdan Xo'p. tashqari kanalga yozib yuboraman. Xo'p, yana bormi savol? Yo'qqa o'xshaydi har holda. Davom etamiz. Demak, birinchi bo'lim tanishma bo'limi. Xo'p, mana bu yerlarga ortiqcha to'xtalib o'tirmayman, chunki ko'p vaqtimizni oladi, unchalik muhim joylar emas. Bularni biz hammasini bir-bir ko'rib chiqamiz, xo'pmi? Xo'p, bu mundarijadagi gap, ya'ni birinchi darsning mundarajalaridagi gap. Xo'p, mana bu yerdagi kelimalar degani so'zlar degani. Buni yozinglar. Xohlasanglar kitobni ro'parasiga, xohlasanglar alohida joyga. Lekin tezroq yozishinglarni so'rab qolaman. Bularni yozamiz. Xo'p, darsga yangi qo'shilganlar, darsning videosini tashlab beraman. Boshida muhim gaplarni gapirdim. Iltimos, o'shalarni eshitib chiqib amal qilinglar. Xo'p, merhaba, salom. Merhaba, salom. Biz buni h'sini tashlab ketiladi aytganda. Merhaba yozuvda bor, aytishda yo'q. Merhaba, merhaba, salom. Merhaba. Dilzoda xonim, merhaba. 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 Demak, merhaba degani bu salom degani. Mana ko'rib turibsizlar? Hanımefendi ile beyefendi ne yapıyor arkadaşlar? Selamlaşıyor. Merhaba, merhaba. Evet. Sınıf degani sınıf. Ülke, davlat. Günaydın. Hayırlı tong. Arkadaşlar, günaydın. Hayırlı tong. Günaydın. Hoşça kal. Yaxshi qol. Hoşça kal. Yaxshi qol. Husan Fayziyev, sizni ism familiyangiz nima o'zingizniki? Xo'p, mikrofoningiz yopiq. Mikrofonni ochib ayting. Turdiyeva Sayyora. Sayyora xonim. Sayyora xonim. Yaxshi. Xo'p, shu telefonni qaranglar. Mana bunaqa yoncha qilib qo'ysanglar, kattaroq ko'rinadi menimcha ekran. Sizlarda bunaqa turibdi-ku, kichkinagina ko'rinib qolishi mumkin. Bunaqa qo'ysanglar kattaroq ko'rinadi. Agar bunaqa qo'yganda teskari ko'rinib qolayotgan bo'lsa, qandaydir bir ishorasi bor. Bundoq bossanglar ekran aynaladi, o'shalariga e'tibor qilib, kattaroq qilib ko'rishinglarni maslahat beraman. Yana ham o'zingizlarga qanaqa qulay bo'lsa, o'shandan foydalanaveringlar. Agar hozir qila olmayotgan bo'lsanglar, darsdan keyin o'rganib olinglar. Bitta knopkasi bor, bundoq bossanglar, bu yoncha bo'ladi bundoq qilgandan keyin. O'rganib olib, keyingi darsda o'shanaqa qilib foydalaninglar, xo'pmi? Hozir endi vaqt olib o'tirmaymiz, davom etamiz. Xo'p, demak bu so'zlarni ma'nosini bilib oldik. Davom etamiz. Xo'p, qaranglar. Merhaba bo'limi. Adınız ne? İsmingiz nima? Yozib ketaveramiz agar. Adınız ne? İsmingiz nima? Nerelisiniz? Nerelisiniz? Qayerliksiz? Qayerliksiz? Nasılsınız? Qandaysiz? Qandaysiz? Ya'ni hol ahvol so'rash ma'nosida. Qandaysiz? Yaxshimisiz degan ma'noda. Qandaysiz? Adınız ne? Nerelisiniz? Nasılsınız? Xo'p, davom etamiz. Madina Toshpo'latova. Mana shu Derya xonimni o'qiysiz, xo'pmi? Madina xonim. Madina xonim Derya xonimni o'qiydi. Xo'p, Temirxon Ibragimov Muratni o'qiydi. Temirxon Muratni o'qiysiz. Marhamat.
Merhaba, Merhaba, benim adım Derya. benim adım Murat. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Xo'p, demak bular nima qildi? Bular tanishdi, to'g'rimi? O'zini ismini aytdi va tanishdi. Endi Mashhura xonim Yusupova va Feruzaxon Abduqahhorova o'qiydi. Mashhura xonim Deryani o'qiydi, Feruza xonim Muratni o'qiydi. Faqat sizlardan bitta iltimos shart. Mana bu yerda o'zingizlarning ismlaringizni qo'yib o'qiysizlar. Marhamat. Merhaba, Merhaba, benim adım Malohat. benim adım Firuze. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Xo'p, demak, qisqagina tanishishni, ismlaringizni aytishni o'rgandinglar, to'g'rimi? Hı hı. Xo'p, davom etamiz. Sayyora xonim o'rgandingizmi? O'rgandim, lekin hali talaffuzlayapman. Uncha nima noldan boshlab Xo'p, qiziqishim bo'yicha xo'p, kirdim hali. sekin-sekin o'qib-o'qib o'rganib olasiz. Xo'p, Sayyora xonim bilan Nilufar Turdaliyeva tayyorgarlik ko'rsin. Xo'pmi? Xo'p, qaranglar, bu bo'shliqqa sizlar mana buni yozib chiqasizlar. Derya, benim adım Derya dedi. Murat, benim adım Murat dedi. Memnun oldum dedi Derya. Murat, ben de memnun oldum dedi. Ya'ni men ham mamnun bo'ldim dedi. Buni hozir yozishinglar shart emas. Hozir o'tib ketamiz. Keyin İyi o'zinglar yozib yazdım. qo'yasizlar. Xo'pmi? Qiyin emas. Mana shu yerdagilarni ko'chirib yozsanglar bo'ldi. Bu yozish nimaga kerak? Mana buni aytishni o'rganyapmiz. Birato'la shu so'zlarni yozishni ham o'rganib ketamiz. Xo'p, davom etamiz. Demak, Umer Sayyora xonim, Deniz Nilufar xonim. Marhamat. Merhaba, Merhaba, benim adım Deniz. Sizin adınız ne? mening adım Sayyora. Memnun oldum. Ben memnun oldum. Nasılsın? Xo'p, o'qiymiz. Nasıl? Nasılsınız? Xo'p, Sayyora xonim. Nasılsınız? Sayyora xonim, siz nasılsınızni o'qimaysiz. Siz Umerni o'qiysiz. Xo'p, Teşekkür ederim. İyiyim. teşekkür ederim, iyiyim. Hop, tagini ham o'qiymiz. Siz nasılsın? Nasılsınız? Nasılsınız? Mhm. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Hop, Nilufar xonim boshqatdan. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. İyiyim. Xo'p, shu yerda endi yangi so'zlar chiqdi, to'g'rimi? Yangi so'zlar chiqdi. Hmm. Qaranglar. E'tibor qilamiz. E'tibor qilishinglar kerak bo'lgan so'zlar. Demak, adimni o'rgandinglar, ismim degani, sizin adingiz ne? Ne degani nima degani qaranglar. Sizning ismingiz nima? Savol berdi. Nima? Xo'p, istasanglar to'g'risida yozib ketinglar. Benim adım Ömer. Memnun oldum. Mening ismim Ömer. Mamnun bo'ldum. Ben de memnun oldum. Nasılsınız? Bularni o'rgandinglar. Qaranglar. Teşekkür ederim. Rahmat degani. Teşekkür ederim. İyiyim, yaxshiman. İyi degani yaxshi, iyiyim bo'lsa, yaxshiman. Siz qandaysiz? Bularni ham yozib qo'yinglar. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Rahmat. Men ham yaxshiman. Shu rahmat so'ziga to'xtalib o'tamiz. Qaranglar, turklar nima derkan? Teşekkür ederim. Ya'ni teşekkür deb qo'ysanglar bo'lmaydi. Turklar ederim bilan birgalikda ishlatadi har doim. Teşekkürni o'zi xato. Teşekkürler desanglar to'g'ri bo'lishi mumkin. Teşekkürler buni ham ishlatadi yoki teşekkür ederim ikkalasi birlikda ishlatiladi. Bu o'zbek tilida rahmat degan. Endi qaranglar, biz o'zbek tilida kimgadir minnatdorchilik, ya'ni tashakkur demaymizda, ko'proq rahmat iborasini qo'llaymiz. Lekin rahmat so'zi aslida turklarda shunaqa, ularni madaniyatida shunaqa rahmat so'zi vafot etganlarga ishlatiladi. Rahmatli. Tushunarlimi?
ya'ni vafot etganlarga ishlatiladi. Ya'ni Alloh rahmat qilsin degan ma'nosida. Biza o'zbek tili bizda lekin bu bir ishga minnatdorchilik bildirish, tashakkur aytish ma'nosida biz rahmatni ishlatadigan bo'lib ketganmiz. O'zi asli mantiqan olib qarasak ham rahmatli, ya'ni vafot etganlarga ishlatiladi o'zi aslida. Bizni madaniyatimizga singib ketgan bu narsa. To'g'rimi? Biz tashakkur deyishni, tashakkur so'zini ko'p qo'llamaymiz hayotda, to'g'rimi? Ko'proq rahmat. Lekin turklarga agar misol uchun rahmat deydigan bo'lsanglar, ular boshqacharoq tushunadi. Ya'ni ular vafot etganlarga ko'proq bu so'zni ishlatadi. Alloh rahmat etsin. Ya'ni rahmatli rahmatli bobom deydi misol uchun, rahmatli otam degan ma'nosida ishlatadi. O'shaning uchun bu so'zni ozgina bir sizlarga bu haqida ozgina ma'lumot. Ya'ni tashakkur ederim bizdagi rahmat bilan bir xil yuradi. Xo'p, reja ederim arzimaydi degani, reja ederim arzimaydi. Uni hali keyincha ko'rib chiqamiz. Hozir tashakkur aytishlarni o'rganib olsanglar yetarli. Xo'p, shu yerni ham o'qib qo'yamiz. Nphoenix. Sizni ismingiz nima? Nphoenix X6516. Nphoenix. Mikrofonni oching, sizni eshitmayapmiz. Mikrofon rasmi bor. Ekranda chap tarafda pastki burchakda. Shuga bosing. Tezlashamiz, vaqtimiz kam qolyapti. 10 daqiqa vaqtimiz qoldi bor yo'g'i. Xo'p, endi gapiring, ha? Bir ochdingiz, yana yopib qo'ydingiz mikrofonni. Boshqatdan, endi gapiring. Birinchi darsda bugun bunaqa holatlar normal hisoblanadi. Xo'p, boshqatdan mikrofon ustiga bosing. Siz 2-3 marta bosyapsiz. 1 marta bosing bo'ldi. Bosing. Bo'ldi, endi gapiring. Assalomu alaykum, Ismim yaxshimisiz? Shahrizoda. Shahrizoda. Xo'p, Ahmedni Assalomu siz alaykum. o'qiysiz. Rahmat. Siz yaxshimi? Internetingiz ham unchalik yaxshi emasga o'xshayapti. Ahmedni siz o'qiysiz. Um, Xo'p, Izoza Abduvayitova. Shu yerdamisiz? Izoza xonim, sizni ovozingiz kelmayapti. Izoza xonim. Yo'q, sizni ovozingiz yo'q. Mashhura Yusupova. Ha, o'qidingiz ha siz boya. Mana o'qidim. Xo'p, kamerasi ochiq bo'lganlardan kim o'qimadi? Ustoz, men o'qiy. Muslima xonim, sizni anaqangiz yopiq ekanda kamerangiz. O'shanga men ko'rmadim. Xo'p, siz Muratni o'qiysiz. Marhamat. um, merhaba, benim adım Ahmet. Merhaba Ahmet, benim adım Murat. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Xo'p. Davom etamiz. Qaranglar, bularni hammasi tanishishga oid so'zlar ekani, bularni o'zingizlar mustaqil o'qib qo'yasizlar. Mana Gunaydın Eriko, xayrli tong Eriko. Gunaydın Kami, nasılsın? Gunaydın Kami, qandaysan? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Rahmat, yaxshiman. Sen qandaysan? Ben de iyiyim. Seni Hana ile tanıştırayım. Tanıştırayım so'zini yozib olinglar. Tanıştıraman. Tanıştıray degan. Tanıştırayım. Memnun oldum Hana. Ben de memnun oldum. Hop. Keyin qaranglar, mana bu yerda görüşmek üzere deyapti. İyi günler. Ya'ni görüşmek üzere. Ko'rishguncha. İyi günler, xayrli kunlar. Bu so'zlarni ham yozib qo'yinglar. Xo'p, umumiy ma'noda turk tilida qisqagina, oddiygina ismingizni so'rash, hol-ahvol so'rash, rahmat aytish va görüşmek üzere, iyi günler deb xayrlashib ketishni o'rgandik, to'g'rimi? Endi hozir birdaniga yoddan ayta olmasliginglar mumkin, lekin darsdan keyin men sizlarga uyga vazifalar beraman. Uyga vazifani bajarib, bugun o'tilgan darsni mustahkamlaysizlar. Undan tashqari video darsini agar yana bir marta ko'rsanglar, o'tilgan butun dars davomida aytilgan gaplarni yana bir takrorlab olasizlar. Shu bilan tanishishni o'rganasizlar. Xo'p,
Hozir qaranglar, tanishish bo'yicha ozgina mashg'ulot qilamiz. 6-10 bo'ladi. Ana undan keyin 10 daqiqa tanaffus qilamiz o'rtada. 10 daqiqa, ya'ni choyinglarni, qahvanglarni bir yangilab kelasizlar. 10 daqiqadan keyin yana bitta Zoom ochaman. Uzog'i bilan 15 minut yana vaqtinglarni olaman. Alifboni tushuntirib beraman. Tushunarlimi? Hozir 6-10gacha 6 minut mashg'ulot qilamiz. Tanishish bo'yicha sizlar bilan tanishamiz. 6-10dan keyin 10 daqiqa tanaffus qilamiz. Choy, qahvalarni yangilab kelasizlar darsga. Darsda xohlagan ichimliklarni ichishingiz mumkin. Undan keyin 15 daqiqa yana dars o'tamiz. Bugun ozgina 15 daqiqaga cho'zilar ekan darsimiz. Evet, Sobira va Ilmira xonim keldi. Ilmira xonim bilan tanishamiz. Darsni boshidan beri shu yerdamisiz? Ilmira xonim, mikrofoningiz yopiq. Sizni ovozingiz eshitilmayapti. Assalomu alaykum. Ha, shu yerdaman. Merhabalar. Merhaba. Adınız ne? Adım Ilmira. Xivalikman. Ha, yo'q, hali mayli, joyingizda aytishingiz shart emas, chunki uni o'rgatmadim. Nerelisiniz esa O'zbekistonliyim, Xivaliyim, Xorazmliyim deb aytishingiz mumkin edi. Nerelisinizni o'rgandik, qayerdanligingizni hali o'rgatganim yo'q. O'shaning uchun mayli, u savolga o'tmay turamiz. Siz mendan so'rang. Benim adım Elmira, sizin adınız ne deyishingiz kerak. Mani ismimni so'rang. Benim adım Ilmira. Sizin adınız ne? Benim adım Cesur. Memnun oldum. Memnun oldum. Siz nima deysiz? Ben de memnun oldum. Hı hı. Ben de memnun oldum. Hı. Sekinroq gapiravering. Tez gapiraman deb xato qiladi ko'pchilik. Sekin-sekin, to'g'ri-to'g'ri gapiramiz, xo'pmi? Ya'ni to'g'ri gapirish muhim, tez gapirish muhim emas. Xo'p, Ilmira xonim, nasılsınız? İyiyim. Hı hı. Rahmat ayting menga. Menga rahmat ayting. Teşekkür ederim. Tashakkur ederim. Endi meni hol-ahvolimni so'rang. Men nima deb so'radim Siz sizga? nasılsınız? Ha, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoşça üzere. kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Bu cümleleri, bu kelimeleri kullanabilirsiniz. İlmira Hanım, çok sağ olun. İlmira Hanım bayağı gayretli, iyi öğreniyor. Maşallah. Nilufar Turdalieva bilan Xo'p, shu kamerasi yopiq bo'lganlar hamma darsdami? Iltimos, agar dars stolinglarda o'tirgan bo'lsanglar, bizni eshitayotgan bo'lsanglar, kameralarni ochib o'tiringlar. Sizlar bilan gaplashsammi, gaplashmasammi bilolmayapman. Xo'p, Muxlisa Najmiddinova keldi. Muxlisa xonim, hoş geldiniz. Muxlisa xonim, buradamisiniz? Muxlisa xonim ketdi. Abduhamidova Farida xonim, hoş geldiniz. Mikrofonni ochib gapiring. Bugun birinchi marta kirdik-ku ko'pchilik Zoomga, o'shaning uchun yaxshi tushunmayapti. Keyingi darslardan o'rganib ketishadi. Mikrofonni ustiga bitta bosangiz ochiladi. Xo'p. Muxlisa xonim, shu yerdamisiz? Oldimi? Hammada qotib qoldi hozir. Xo'p. Hmm, Ovoz eshitilyaptimi hammaga? eshitilyapti. Eshitilyapti. Xo'p, ko'pchilik darsdan chiqib ketibdi. Qandaydir internet bilan uzilish bo'ldi shekilli. Xo'p, demak, Ha, internet qochib qoldi. 2 daqiqa vaqtimiz bor. Gulbahor Navruzovna shu yerdami? Gulbahor xonim, shu yerdamisiz? Xo'p, qaranglar, keyingi darslardan chaqirganimda javob bermaydigan o'quvchilarni chiqazib yuboraman darsdan.
Xo'pmi? Bonu, shu yerdamisiz? Bonu. Xo'p, demak, 2 daqiqa, 1 daqiqa vaqtimiz qoldi. Darsni shu yerda tugatamiz. 10 daqiqa tanaffus qilamiz. 10 daqiqadan keyin yana bitta kirsanglar, alifboni tushuntirib beraman. Xo'pmi? 6:20 da ko'rishamiz. Görüşmek üzere. Xo'p, Görüşmek görüşmek üzere. üzere. Xo'p, hurmatli do'stlar, demak bu turk tili alifbosi. Turk tili alifbosi o'zbek tili alifbosiga anchagina yaqin, faqat ba'zi bir farqli harflar bor. Ba'zi bir harflar farqli talaffuz qilinadi va unlilar soni ham ularda 8 ta, 8 ta unli 2 guruhga bo'linadi. Biza hozir bularni hammasini umumiy ko'rib chiqib, tahlil qilib, unlilar, undoshlar hammasini o'rganib chiqamiz. Xo'pmi? Demak, bizniki bilan aytilishi va yozilishi bir xil bo'lgan harflarga uzoq to'xtalib o'tirmayman. E'tiborli, diqqatli bo'lib turasizlar. Demak, birinchi harf A harfi. A. Demak, A harfi o'zbek tilidagi A harfi bilan bir xil bo'lganligi uchun bunga ortiqcha to'xtalmaymiz. Faqat mana bu so'zlarni tarjimalarini yozib ketinglar. Xo'pmi? Istasanglar kitobni o'ziga, istasanglar bitta daftarga yozinglar. Ot. Demak, ot rasmi turibdi. Ot. Keyingisi anne, ona degani. Anne. Anne, seni çok seviyorum. Değil mi? Anne, ona. Keyingisi araba, araba. Araba degani mashina, araba. Mhm. Xo'p, araba, mashina yoki arava. Ko'proq mashina ma'nosida qo'llaniladi. Keyingi harf B harfi. Bizdagi B bilan bir xil. Baliq, baliq, mana baliq. Bilet, bilet, bilet degani. Bardak, bardak. Bardakni nima deymiz? Stakan deymizmi? Bakam. Bakal deymizmi? Bakal ruscha so'z-ku. O'zbekchada nima bo'ladi? Finjon Finjon. bo'ladi. Finjon. Finjan ham bor. U sal farqli, boshqacha ko'rinishdagi finjan. Chashkaga o'xshaydi. Finjan. U boshqacha. Bardakni piyola desak, Piyola desakchi. piyola boshqacha bo'lib qoladi. Xullas tushundinglar, to'g'rimi? Mana turk choyini damlab ichadiku bardakka. Bundoq o'rtasi ingichka, tepasi pasti aniqroq bundoq kelgan. Shu bardak. Samovar. Yo'q, samovar choy qaynatadigan narsa. Boshqa yoqqa ketib qoldingiz. Xo'p, davom etamiz. Bardakni ko'zinglarni oldinglarga keltirdinglar, menimcha. Choy ichadigan bunaqa shishali bundoq idishi. Bardak deb anaqa qilib aytib yursanglar ham menimcha bo'laveradi. To'g'rimi? Muhimi nimaligini bilasizlar. Xo'p, davom etamiz. J harfi. Qaranglar, bu S emas yoki inglizchadagi kabi K emas. Bu J harfi. Meni ismimni yozmoqchi bo'lsanglar, shu harfdan boshlanadi. Jisur deb, misol uchun. Xo'p. Cüzdan, cüzdan, hamyon degani. Cüzdan. Cep, cep. Cep nima edi? Cho'ntak. Jam, jam. Jam degani, hop, shisha deymizmi? Banka deymizmi? Shunaqa. Shish. Tushunarlimi? Xo'p, Aha. davom etamiz. Ch harfi. Ch. Qaranglar, chni shunday dumchasi bor. Mana J bilan farqi shunda. Ch harfi. Ch. Chechak. Chechak. Chechak degani gul degani mana. Chechak, gul. Keyin turklarda gul deydi. Gul deganda atirgul nazarda tutiladi. Chechak deganda umumiy hamma gullar. Tushunarlimi? Chechak, chechak. Çanta, çanta. Çanta bu sumka. Sumka.
Sumka ham qo'lda, Hmm. sirt chantasi Nima? desa, orqaga taqiladigan sumka. Xullas, chanta shu sumka. Chay. Chay bu choy degan. Chay. Turklar choy ichish bo'yicha birinchi o'rinda turadi dunyoda. Chay. Xo'p, davom etamiz. D harfi bizdagi D bilan aynisi. Bir xil ya'ni. D. Domates. Pomidor degani. Domates. Domates. Ders. Ders bu dars. Duvar. Duvar. Duvar bu devor. Xo'p, davom etamiz. E harfi. E harfi. Mana shu hozir ko'pchilik darsga qo'shilyapti-da, men ularni qabul qilishga ham vaqt sarflayapman. Keyingi darslardan boshlab darsni o'rtasida keladiganlarni qabul qilmayman. O'shaning uchun har kim e'tiborli bo'lsin. Deylik, darsni 5:30 da boshlayotgan bo'lsak, uzog'i bilan 5:35 gacha darsga kirganlar qabul qilinadi. Undan uyog'idagilar qabul qilinmaydi. Chunki kelyapti, darsni o'rtasidan kiradi, avvalo o'zi tushunmaydi. Bu yoqda o'qituvchini, boshqalarning fikrini bo'lib qo'yadi. Shuning uchun boshidan kelgan keldi, e'tiborsiz bo'lganlarga biz ham e'tiborsiz bo'lamiz. Xo'p, E harfi demak elma, olma degani. E. Ekmek, non degani. Ekmek, ekmek, non. Xo'p, el. El bu mana shu qo'limiz, kaftimiz. Ularda qo'l deyiladi, qo'l bor, lekin ular ko'proqchi el so'zidan qo'llaniladi. El so'zidan foydalaniladi. Ya'ni misol uchun biz nima deymiz? Qo'limni tut deymiz, to'g'rimi? Ular nima deydi? Elimi tut. El. Ya'ni ular qo'l so'zidan ko'proq el so'zidan foydalanadi. Ya'ni mana shu e, kaftimiz, panjamiz, kaftimiz deylik. Shunaqa. Xo'p, F harfi bizdagi F bilan bir xil. Fel. Fel degani demak, fel mana rasmi turibdi. Fare, sichqon, fare. Fırın, fırın. Fırın degani duxovka degani. Duxovka, fırın, Pech. pech deymizmi? Fare nima Duxovka ekan? deymizmi? Fare sichqon. Sichqona. Fare sichqon, aha. Sichqon. Juzuk. Xo'p, davom etamiz. G harfi. G harfi. Bizdagi G bilan bir xil. E'tibor qilinglar. Gözlük. Gözlük. Demak, bu ko'zoynak degani. Göz. Güneş. Güneş. Quyosh. Güneş. Quyosh. Gümlek. Gümlek. Ko'ylak. Ko'ylak. Xo'p, yumshoq G. Qaranglar, G emas. Yumshoq G. Yumshoq G. Xo'p, demak, bu harf turk tilini xarakter harflaridan biri hisoblanadi. Turk tilini xarakter harflaridan biri hisoblanadi. Boshqa tillarda deyarli uchratmaysiz. Ba'zi bir turk millatlarida bor, boshqirdlarmi, shunga o'xshagan bir turk millatlarida topishinglar mumkin. Endi aniq qaysi biridaligini ayta olmayman. Bilasizlar, turkiy xalqlar ham anchagina ko'p. Yumshoq G harfi hech qachon so'z boshida kelmaydi. Tushunarlimi? Hech qachon so'z boshida kelmaydi. Xo'p, so'z o'rtasida kelganda ba'zi o'rinlarda yega yaqin o'qiladi, ba'zi o'rinlarda o'qilmaydi. Hozircha buni o'qilmaydi deb tushunib turasizlar. Xo'pmi? Hozircha o'qilmaydi deb tushunib turasizlar. Birozdan keyin o'sha mavzuga doir joylarida qayerda qanaqa o'qilishini tushuntirib ketaman. Demak, yumshoq G o'qilmas ekan. Endi boa, boa qaranglar. Shu yumshoq G dan oldingi harfni ozginagina cho'zib, ozgina, misol uchun bitta harf deb
talaffuz qilayotgan bo'lsanglar, endi shuni 1,5 ta harf qilib talaffuz qilasizlar oni. Tushunarlimi? Ikkita qilib Xo'p. yubormaylik. Boa, boa. Buqa degani, buqa. O'rangi, o'rangi, o'rangi. Demak, o'quvchi degani mana yumshag'i o'qilmayapti. E'tibor qilyapsizlarmi? O'rangi. Keyingisi yomur, yomur. Ozgina cho'ziladi. Yomur, yomur, yomg'ir. Xo'p, savol bormi shu yergacha? Yo'q. Savol bo'lsa beringlar. Yo'q-a savol? Yo'q. 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 Xo'p, davom etamiz. Keyingisi H harfi. H. Demak, turklarda bir dona H bor. Qattig'i ham, yumshog'i ham mana shu H. Demak, hastane, hastane. Kasalxona deganimi tasavvur qilinglar. Hastaxonedan kelib chiqyapti. Hastane. Tushunarlimi? Kasalxona. Harf, harf mana shu o'rganayotganlarimiz harf. Havlu, havlu, havlu bu sochiq. Sochiq, havlu. Xo'p, davom etamiz. O harfi. Rus tilida mana shu harf bor. Sizlar kirilchalarni yaxshi bilasizlar. Siz kirilchada o'qigansizlar ko'pchiliginglar yoki rus tilida. Endi biz ham lotinchada o'qidik. Shu harf bor. Qanaqa talaffuz qilinadi? Kim o'qib beradi? Qattiq harfida. Rus tilidagi harfida talaffuz qilinadi. Xo'p, demak, bu harfimiz mana shu Ishik. harfga o'xshab deb talaffuz qilinadi. Ishik, ishik, irmoq, izgara, Tushunarlimi? Xo'p, mana fırın, fırın. Demak, shunaqa bu sekin-sekin mashg'ulotlar bilan shu so'zlarni o'qish bilan chiqib ketadi bu harfni talaffuzi yaxshi bo'lib ketadi. Xo'p, Izgara nima? demak, izgara degani mana bu ovqatlarni pishiramiz-ku, go'shtni ustiga qo'yib, grill, grill bu tovuqni aytadimi, grill deb. Panjara bo'ladi-ku, bunaqa ustiga go'sht, shunga o'xshagan narsa, mangalga o'xshagan Mangal. Mangalga o'xshagan narsa. mangallam bor turklarda. Bu shu mangalga o'xshagan narsa, ukasi mangal. Temir narsa. Temir, Temir shunaqa narsa temir ekan. panjara narsa. Shunaqa. Ishik bu nur degani, ishik. Ishik, ishik. Irmoq degani, irmoq degani. Irmoq, daryoning irmog'i. Xo'p. Malohatxon Endi yumshoq. keldi, hozir tezlashtiramiz, tugatamiz, xo'pmi? Xo'p. Demak, i harfi, i harfi. İncir, anjir, incir, internet, internet yani o'zimizda bir xil. Inek, Inek bu nima u? sigir. Sigir. Ha. Bizda Qashqadaryoni ba'zi bir joylarda haligacha ham yoshi katta buvijonlarimiz, bobolarimiz inek so'zidan foydalanadi, to'g'rimi? Inek deydi. Inek. Turklarda demak bu bor. Demak bu turkcha eskidan bor bo'lgan bir so'z. Xo'p, davom etamiz. J harfi, qaranglar. J. Demak, o'zbek tilida bu harf ba'zi bir so'zlarda ishlatamiz, lekin o'zi aslida bu bizning alifbomizda yo'q, to'g'rimi? Biz buni o'rniga J dan foydalanamiz. Jimfer deymiz misol uchun, to'g'rimi? Shunga o'xshagan so'zlarda foydalanamiz. Turklarda bor shu so'z. Demak, bu qattiq J hisobidan ekanda.
J da endi u qattiq J yo yumshoq J deb aytolmayman, u Yo, yangi mana bu bir yerda J o'tdik-ku, jaket misol uchun, ya'ni juzdami? O'shani o'tdik-ku, o'shanda J yumshoq J bu edi J, unda, ha, cho'ntak. bu J. Bu Ha. J harfi. Bu J. Z deb o'qilayotganda. Xuddi shunday. Japon. Jockey, jilet deb. Xo'p, demak, Japoniya. Japon, qara, Yaponiya emas, Japoniya. Japoniya. Ya'ni Yaponiya degani. Xo'p, jilit degani qaranglar. Mana ustalarni tig'i yoki soqol olishda ishlatiladigan tig', shunga o'xshagan narsalarga jilit deymiz. Biz o'zimizda ham bor, jilit deydimi? Shu mana soqol oladigani qani? Jilet. Jilet deydimi? O'sha narsa. Turklarda ham shu jilet deyilar ekan. Xo'p, jokey degani e, chavandoz deymizmi endi buni? Chavandoz desak ham bo'ladi. Jokey. Joker deymizmi? Men bu karta o'ynaganda kartalarda mana bunaqa rasmlar bo'lar-ku. Shunaqa narsalar ko'p ishlatilmaydigan so'zlar xullas. Hop, buni chavandoz deb tarjima qilib qo'ysalar ham xato bo'lmaydi shu. Jokeydi. Hop, davom etamiz. K. O'zbek tilidagi bilan bir xil. K harfi. Demak, köpek, köpek, kuchuk, it, it, köpek. Ko'ppak deymiz-ku o'zimizda. Köpek. Hop, kalem, qalam, kalem, qalam, qalam, kitob, kitob degani, kitob, kitob. Hop, davom etamiz. L harfi bizdagi L bilan bir xil. Limon, lokanta, lokantani restoran deymiz. Lira bu turklarning pul birligi, lira. Hop, davom etamiz. M harfi bu ham bir xil. Masa, mana bu masa, stol. Mutfak, oshxona. Meyve, meyve, meva degani. N harfi. Nar, anor. Nokta, nuqta. Nal, nal, taqa. Otni oyog'iga taqiladigan taqa. Xo'p, O harfi. O. Otobüs. Otobüs. Mana avtobus. Oda. Xona degani. Oda. Oda. Xona. Ko'pchilik shuni ada deb o'qiydi boshida. A1 saviyada. Ada bu orol degani. Oda bu xona degani. Bir-biridan farqi bor. Xo'p. Okul. Maktab degani. Okul. Maktab. Maktab. Keyingisi Ö harfi. Ö. O'zbek tilida mana shu harfga o'xshab talaffuz qilinadi. Xo'p. Ö harfi. Ördek, ördek, mana o'rdak, ördek, ödev, ödev, vazifa degani. Uyga vazifa, misol uchun ödev. Arkadaşlar darsdan sonra ödevinizi gruba göndereceğim. Darsdan keyin uyga vazifangizni guruhga yuboraman. Ödev, uyga vazifa. Örnek, örnek, örnek. Bu namuna, o'rnak degan. Xo'p, davom etamiz. P harfi. Bizdagi P bilan bir xil, aynisi. Demak, para, para pul, para. Pencere, pencere. Xo'p, pencere degani deraza. Xo'p, pilav bu palov, osh, palov. Palov, pilav. O'zbek pilovi. Arkadaşlar Türkiye'de Özbek pilavı çok ünlü. Türkiye'de Özbek pilavı judayam mashhur. Ünlü degani mashhur degan. Xo'p, radio, R harfi, radio.
Renk. Renk bu rang degani. Ruj. Ruj. Rus tilida pomada bo'ladi. O'zbek tilida tarjimasi nima bilasizlarmi? Labi deymiz. Ha, shunaqa. Siz bor ekansiz, o'sha darsda ishtirok etgan ekansizda siz. Demak, qaranglar, pomada degani o'zbek tilida shuni tarjimasini topdim. Ya'ni lab bo'yog'i desanglar, ruschada lab boshqa, bo'yoq boshqa. Pomada so'ziga to'g'ri kelmaydi. O'zbek tilida labi labidan deb tarjima qilinar ekan. Ruj, ruj. Qaranglar, oxiri j. Ruj. Ya'ni lab bo'yog'i deb qo'ya qolinglar, mayli. Labidan desa kim tushunadi hozir? Xo'p, davom etamiz. Deyarli ishlatilmaydi bu so'z. Deyarli ishlatilmaydigan so'z. Lab bo'yog'i deb qo'ya qolinglar. Davom etamiz. Renk nima edi? Labbay? Renk, renkmi nima? Rang. O'sha Rang, bitta rang. oldingi so'z nima edi? Rang degan. Rangmi? Rang. Rang. Xo'p, davom etamiz. S harfi. Soat. 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 Sinf. Sinf. Suv. Bu suv degan. Suv. Suv. Shga keldik. Qaranglar, shunday dumchasi bor. Sh harfini. Shapka. Mhm. Shapka. Shisha. Shisha. Butilka deymizmi endi? Shisha. Şeker. 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 Arkadaşlar, çayı şekerli mi içiyorsunuz, şekersiz mi içiyorsunuz? Hop, Şekersiz ichiladi. şekersiz içiyorsunuz. Peki, devam etamiz. T harfi. Top, top. Top. Mana rasmi turibdi topni. Telefon, Aa, tarak. Tarak bu taroq degan. taroq. Davom etamiz. U harfi. U. U. U harfi. Uçak. Uçak. Samolyot. Uçak. Samolyot. Hozir o'zimizda ham samolyotlarni uchoq deyish boshlandi. Hatto mana bu xabarlarda ko'rsanglar uchoq deyishni boshlashdi. Ya'ni uchoq. Xo'p, davom etamiz. Uzun. Uzun. Ya'ni uzun Uzun. degani, uzun degani. Xo'p, uyqu. Uyqu degani. Uyqu. Uyku. Xo'p, demak, ö harfi. Ö, ö. Qaranglar. O bor, u bor, ö bor, ö bor. Bir-biriga yaqin harflar judayam. Bular hammasi unlilar, inja unlilar deyiladi. Inja unlilarni bitta o anaqa harf, u bilan o qalin unli. Ularga hozir to'xtalamiz, qalin unlilar bilan inja unlilarga. Bir-biriga talaffuzi judayam yaqin bo'lgan harflar. Bularni o'zini mashqlari bor. Mashqlari. Misol uchun turklarda YouTube'ga yozsanglar ham deylik, mana shu harf bilan mana bu harfni bir-biridan farqlab beradigan mashqlari bor. YouTube'ga yozsanglar ham chiqarib beradi yoki misol uchun bizaga ustoz shunaqa o'rgatgandi. Deylik, mana hayvonlar ovoziga o'xshatib. Misol uchun inak deydi, turklar aytadi, mu deydi. Mu, u. Mana bu u harfi. Bu bizda ham bor. Buni chiqarsak bo'ladi. U harfi, to'g'rimi? U bor, u bor. Mana shu u, mana shu u harfi. Endi qaranglar. Mana bu harf bizda balki bordir, lekin harf o'laroq yozuvda yoki aytganda alohida bir harf sifatida ishlatmaymiz. O'shaning uchun buni xo'roz deydi. Xo'roz deydi. Deydi. Turklar ya'ni xo'roz shunaqa qichqiradi deydi. Bu shu harfni chiqarish mashqlaridan bittasi. Ö ö ö ö ö ö ö ö ö. Yani o'rtasi deydik, juda bir-biriga yaqin bo'lgan harflar. Bularnichi sekin-sekin turk tilida ko'p kitoblar o'qish mobaynida turk tili bilan ko'p shug'ullanish, ko'p turkcha podkastlar, qo'shiqlar tinglash, kinolar ko'rish, shu harflar ishtirok etgan so'zlarni yodlash, o'rganish, jumlalarda ishlatish mobaynida biroz vaqt bilan o'rganiladigan harflar. Tushunarlimi? Bir-biridan farqi biroz vaqt bilan o'rganiladi, kelib chiqiladi.
Hozircha misol uchun shu ikkita harfni deylik bir xil talaffuz qilib qo'ysangiz ham unaqa katta bir xato, ayb hisoblanmaydi. Tushuntira oldimmi? U sekin-sekin o'rganib olasizlar. Sekin-sekin chiqib ketadi shu harflarni talaffuz xuddi o'ziday bo'lib. Davom etamiz. Xo'p, demak bu so'zlarni tarjimalari uzum. Endi qaranglar, buni xususiyati bor. Boshida misol uchun ö deb talaffuz qilinadigan bo'lsa, dagi ö harfi. Demak, ö deb talaffuz qilinadigan bo'lsa, boshida o'rtada ozgina y aralashtiramiz. Ozgina, deylik 70% ö harfi, 30% y harfi. Qaranglar, uzum, uzum, uzum. Ya'ni uzum degani. Endi qaranglar, ütü, ütü, ütü. Ya'ni dazmol degani, uttuk. O'lka, o'lka, o'lka. Davlat degani. Savol bormi bu harf bo'yicha? Savol bo'lsa beringlar. Yo'qqa o'xshaydi har holda. Davom etamiz. Qaranglar. V harfi, V harfi o'zbek tilidagi harflar bilan bir xil. Valiz, valiz, valiz rasmi turibdi, ko'rib turibsizlar. Veshne, veshne, veshne bu gilosni kichkinasi bor-ku, qayerdadir olcha deydi, qayerdadir boshqa nom bilan atashadi. Gilosni kichigi, kompot yopadiganimiz bor-ku, o'sha gilos. Xo'p, vazo, vazo bu vaza. Vazo bu vaza. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi, Sayyora xonim? Da. Eshitilyapti. Ovoz kelyapti. Mhm. Davom etamiz. Qaranglar, Y harfi. Y harfi o'zbek tilidagi bilan bir xil. Yumurta, tuxum degani, yildiz, yulduz degani, yol bu yo'l degani. Xo'p, zurafa. Qaranglar, ozgina mana bu harfda Ö harfi bilan birgalikda ozgina Y, ozgina bir bilinar bilinmas Y harfi. Zurafa, zurafa. Tushunarlimi? Xo'p, zurafa bu jirafa. Zil, zil, qo'ng'iroq, zil. Karnım zil çalıyor arkadaşlar. Çok acıktım. Qornim zil chalyapti. Judayam och qoldim degani zil, ya'ni qo'ng'iroq degani. Zeytin, zeytin, zeytin bu zaytun degani do'stlar. Xo'p, demak bugungi darsimiz birozgina cho'zilib ketdi. Ya'ni shu harflarni o'rganib olsin. Ya'ni mana bu o'qiladigan so'zlarni o'qishga qiynalishmasin. Uyga vazifa bersam qanaqa o'qilar ekan, bu qanaqa harf ekan deb tushunmay qolishmasin degan maqsadda qo'shimchasiga alifboni ham o'tib berishga harakat qildim. Alifbo bo'yicha savolinglar bo'lsa berishinglar mumkin. Bormi savollar? Xo'p, kameralarni ochib olamiz hamma. Keyingi darsdan kameralar ochilsin deganda kamerasi ochmagan o'quvchilar darsda yo'q hisoblanadi. Chiqazib boraman. Bir marta darsdan chiqarsam, Zoomni 100 marta bossangiz ham qaytib darsga kira olmaysiz. Dars vaqtida, dars stolida 100% darsga bo'lishinglarni so'rayman. Xo'p, bugun soat 7 ga yaqinlashib qoldi. Kimdir ishga chiqqandir, boshqadir tushunaman. Lekin ertangi darslar bu 6:10 da tugaydi. 6:10 da menimcha hamma uyda bo'ladi. Xo'p. Demak, darslarda yana bir marta takrorlayman. O'zingizlarning ism familiyanglar bilan kirasizlar, dars stolida bo'lasizlar. Oldinglarda kitob, daftar, qalam hamma narsa bo'lishi kerak. Chaqirganda javob Hozir mana shu o'quvchilar darsdan chiqarib yuboriladi. Alifbo bo'yicha savollar bormi? Hammasi tushunarli bo'ldimi? Demak, bugun nimani o'rgandik? Turk tilida tanishishni o'rgandik va alifboni o'rgandik. Birozdan keyin guruhga darsni video qaydini birlashtirib, balki 2 soatlar vaqt ketar. Buni ozgina biz birlashtirish uchun, yuziga qanaqadir rasmlar qo'yishimiz uchun ozgina vaqt kerak montaj uchun. Undan keyin guruhga video darslarni qo'yamiz, ortidan uyga vazifalarni beramiz. Deylik soat 8 yo 9lar atrofida video dars va uyga vazifalar kanalga joylanadi. O'sha yerdan ko'rib ertagacha dars qilib, ertaga 5:30da hammanglarni yana darsda kutib qolaman. Xo'p, alifbo bo'yicha savol yo'q. Umumiy savol bormi? hozir mana shu Husan Fayziyev bilan kirilibdi-ku nimaga? Zoomda.
Ha. Bunga o'zi emailga mana shu ism familiya qo'yilganda unga. Unga Pochtaga bog'liq emas. email pochtasi bor-ku. Yo'q, Unga bog'liq emasmi? Man qanday yo'q. o'zgartiraman? Zoomni Kirishda o'zgartiringlar. Zoomni o'zini nastroykasidan to'g'irlasangiz bo'ladi. Ha. Mhm. Xo'p, bormi yana savollar? Darsga bugun kech qo'shilganlar, darsni tushunib tushunmaganlar, birozdan keyin videosi tashlanadi, boshidan bitta ko'rib olinglar, xo'pmi? Assalomu alaykum. Ustoz, darslar har kunimi? Har kuni ertalab soat 5:30da boshlanadi, 6:10da tugaydi. Bor yo'g'i 40 daqiqa davom etadi. Bugun sal ko'proq bo'ldi, lekin ertadan bor yo'g'i 40 daqiqa davom etadi. O'zi arzimagan vaqt, o'shaning uchun darsda o'zi 10 minut kechikib kirsanglar, deylik 40 daqiqani 10 minuti yo'qoldi, hech narsa o'rgana olmay qolasizlar. Ham ertadan boshlab o'zi 5 minutdan kech qo'shiladiganlarni darsga qabul qilmaymiz. Sababi darsni bo'lishadi, bu yoqdagilarga ham xalaqit beriladi, o'zlari ham darsni o'rtasidan kirib hech narsa tushunmaydi. Shuning uchun boshidan qo'shilamiz, xo'pmi? Boshidan. Xo'p. Xo'p, savollar yo'q bo'lsa, bugun hammaga kattakon Menda bor. rahmat e'tiboringlar uchun, darsga qo'shilganinglar uchun. Alloh ilminglarni ziyoda qilsin. Ertaga ertalab 5:30da ko'rishguncha. Arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet Kimdir olun. savolimiz bor dedi hozircha. Soru mu var? Xo'p, bering mayli. Oxirgi sizni savolingizni olamiz, keyin xayrlashamiz. Yo'q, hozir kimdir savolim bor dedi, eshitmay qoldi Kimning so'rovga, savoli bor? inoyiga Kimda xayrlashdi. qolib ketdi savol? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kitobga audio shaklda nimalar bor-ku, o'shani ham eshitamizmi demoqchi edim. Tinglab. Kim savol beryapti? Menga ko'rinmayapti. Muyassar. Muyassar deb Xo'p, chiqdi Muyassar xonim, nima savolni boshqatdan ayting. Qanaqa audio? Kitobda audio eshitib anaqa qiladigan joylari bor-ku, o'shani ham eshitib ko'ramizmi demoqchi edim. Albatta, albatta dinlama mashg'ulotlari bor, ularni albatta eshitib bajaramiz. Hatto mana alifboni o'sha audio anaqasi bor. Varianti bor. Uni hozir tashlab beraman guruhga. Rahmat. Mhm. Bo'ldimi? Keyin uyga vazifalarni so'ramoqchi edim. Uyga Hop. vazifalar bor-ku, Aha. ularni biz vazifa qilib bajaramiz, to'g'rimi? Ha. Uni ertaga darsda tekshirasizmi yoki o'zizga tashlaymizmi deb so'ramoqchi edim. Yo'q, uyga vazifalarning tartibi, tekshirish tartibi qanaqa bo'ladi? Uyga vazifalar biz 2 kun dars o'tamiz. 2 kun dars o'tamiz. 3-chi kun faqat uyga vazifa tekshiramiz. 2 kun dars o'tamiz, 3-chi kun uyga vazifa tekshiramiz. Haftada 4 kun dars, 2 kun uyga vazifa tekshiriladi. Uyga vazifa tekshirishni metodi, usuli qanaqa? Uyga vazifa uchun alohida kitob bor, chalishma kitobi. Chalishma kitobini ochib, deylik, men 10-betdan 20-betgacha uyga vazifa berganman, to'g'rimi? Siz o'sha chalishma kitobidan 10-betni men o'zim ochaman ekranda va bittalab mashqlarni ko'rsatib berib ketaman. Siz o'zingizning kitobingizda o'zingiz uni tekshirib ketaverasiz. Tushunarlimi? Ya'ni uyga vazifani tekshirishni bunaqa yo'llari ham bor. Xo'p. Keyingi darsda ko'rishguncha kendinize çok iyi Görüşmek bakın. üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere hocam. Allah'a emanet Teşekkür olun. ederim. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Güle güle. Hepsini kullanabilirsiniz. Sağ olun.